derdi sensen, en güzel eseri sensen. Bense yolda deli sersem, düşünürdüm sen gelersen. Dokunmuşsan en derinden, benim ölümüm ellerinden. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Har bir kishining orzusi shunaqangi mashinalarda yurish va shunaqangi xonadonda yashash. Kimga yoqayotgan bo'lsa, shu xonadonlar degan like tugmachasini bosib qo'yish esidan chiqmasin. Bu xonadonda biz tunuka fon ishini qilib berganmiz. Polniysti 300 kvadrat atrofda tunuka ketgan. Ko'rib baho berasizlar, xonadonga yarashganmi, yarashmaganmi? Kommentariyada fikringizni bilib qolamiz. Xudo xolasa. Mana bu joylarni ham ko'rsatamiz. O'tirib, do'stlar bilan kelib, gaplashib, tunuka fon mana ko'ringlar. Tunuka fonlar tomosha qilib ishlardi. Xonadonga gap yo'q, xudo xolasa. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bittadan like kutib qolamiz.